Yildan beri shu ahvol. Qilmagan narsam qolmagan. Dermatologga borganman, internetdan qanaqadir maskalar ko'rganman. Naborot, to'g'ri qaytardi 2 kun, yo 1 kun. Ertasi kuni yana xuddi shu ahvol bo'lib ketardi. Qanaqadir aptekadan ubriga qarshi nimadir olganman, mazda. Hamma narsa qilib ko'rganman, qilmagan narsam qolmagan. Mana bugun doktor Iroda Nasirovaga birinchi marta kelishim. Bugun sana 18-oktyabr. Mana shu rasmdagi qiz 1 oy oldingi man. Shu qilmagan narsam qolmagan, effektni ko'rsam, rezultatini keyin 1 oydan keyin ko'rsataman. Shunaqa deganman, esimda yo'q ekan. Olib ketdim. Ertasi kuni уже ugrilarim, yuzim qurib, boshqa bo'lgandan keyin yana dars qatnashib boshladim. Sam bo'lib, boshqa bo'lib, 1 oy cherizga qatnadim. Kommentimda men rasmim tegida, voy qanaqadir nimadirlar qilsa yaxshi bo'lib ketardi. Nima kanalga surgan, o'qigan, bo'yanib kelishadi, effekti bor deyshadi, lekin unaqa narsa yo'q. Mana hech narsa yo'q. Filtr qanaqadir nimadirlar yo'q, lekin rostdan rezultat ko'rganimcha aytolmayman.